akademik Cunlanshan sağlam bo'lgan turmush odati va chiniqishni davomlashtirish intayin muhim dedi. Ciddi yuqumli kasallik tarqalish mezgilida biz yaxshi bo'lgan yemek-ichmek odatini saqlashimiz kerak. Oldi bilan yaxshi ko'rdim debla hamma narsani yeyiradigan bu xil ehtiyojni o'zgartib, yovvoyi hayvonotlarning go'shtini qat'iy yemasligimiz kerak. Ikkinchi, hamma odam tang cho'k soladigan odatni o'zgartib, tamoq usulida cho'qim say oladigan bir cho'ki bo'lishni ishga oshirishimiz kerak. Uchinchi, biz doim iste'mol qiladigan tuxum, sut, go'sht qatorliq mahsulotlarni xom yoki pishmagan holatda yeyishdan qat'iy saqlanishimiz kerak. Başlaymiz ha? Başladikmi? Siz men bir ergishib qiling ha? Ciddi yuqumli kasalliklar tarqalayotgan mezgilda muvofiq holda badan chiniqtirishni davomlashtirish kerak. Albatta, favqulodda mezgilda badan chiniqtirish o'rinlariga bormaslik, maydon usuliga qatnashmaslik. Oilada mana mushu xildagi usullardan foydalanib badan chiniqtirish kerak. Ciddi yuqumli kasallik tarqalish mezgilida ciddi kasal ko'rilganda qalaymaqan doktorga ko'rishishdan saqlanish lozim. Ballangan ichish, tamoq chekish, aroq ichish, ochiq suv qaynatish qatorliq usullar bilan yangi tipdagi tajismon virus bilan yuqumlangan o'pka yallig'i yuqumiga taqobil turg'ili bo'lmaydi. Aloq zodi bo'lmaslik. Ig'vo taqatmaslik. Ig'vo ishonmaslik. Har qanday uchurda hukumat o'rinlarining tashviqotini asos qilish lozim. Ciddi yuqumli kasallik tarqalish mezgilida salmoq bo'lishimiz lozim. Yangi tipdagi tajismon virus bilan yuqumlangan o'pka yallig'i yuqumi ko'rilganda nurg'un kishilar eg'ir besim his qilganlikdan normal dam olmaslik, as tutish qobiliyati tuvanlash ham bosh qiyish, ko'krak qismi chinqilish qatorliq alomatlar ko'rildi. Bundaq vaqtda siz naqsha aytish, kitob o'qish yoki kichik tipdagi qo'l hunarmandchilik mashg'ulotlari qatorliq o'z qiziqishingiz orqali bu xil jiddiy kayfiyatni pasaytsangiz bo'ldi. İmkon qadar normal bo'lgan dam olish muhitini yaratish orqali baldir uxlab, sahar turib tunimaslik. Bu orqali yaxshi bo'lgan immunit kuchini yaratishimiz kerak. Biz yangi tang kelish bilan yangi xush xabardan kelishni umid qilamiz. Xayrli kech.